2-fevral. Baroat kechasi ekanligini bilasizmi? Baroat degani poklanish, ozod bo'lish degani. Ya'ni gunohlardan poklanishdir. Chunki bu kechada Alloh taolo mo'min bandalarni gunohlardan poklab, do'zaxdan ozod qiladi. Inson umri rizqlari taqdir qilinadi, ya'ni belgilanadi. Sha'bon oyining yarmi 15 kuniga to'g'ri keladigan bu kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijratning 2-yilida aynan shu davrda qibla Baytul Maqdisdan Makka Baytulloh tomonga o'zgartirilgan. Musulmonlar taxminan 16 oy davomida Masjidul Aqso tomonga namoz o'qib kelgan edilar. U kechaning bir necha nomlari bor. Poklanish kechasi, duo kechasi, taqdir kechasi, ijobat kechasi, muborak kecha, shafoat kechasi, mag'firat kechasi, kafforat kechasi va do'zaxdan ozod bo'lish kechasidir. Farishtalarning osmonda 2 bayram kechasi bor. Xuddi musulmonlarning yer yuzida 2 bayram kuni, Ramazon va Qurbon hayiti bo'lgani kabi. Farishtalarning bayrami Baroat va Qadr kechasidir. Shu sababli Sha'bon oyining o'rtasi farishtalar bayrami kechasi deb ham ataladi. Bu kechani qo'ldan boy bermay foydalanib qolishlik lozimdir. Kunduzlari roza, kechalari namoz, zikr, istig'for, salovat, tilovat bilan o'tkazaylik. Kim ham gunohlari kechirilishini, umri va rizqi yaxshi tomonga burilishini va do'zaxdan ozod bo'lishini istamaydi. Bu kunni Baroat kechasi sanasini faqat yaxshilikni ravo ko'rgan insoningizga jo'natib qo'ying.